Latta. Xayrli kech xonim. Xayrli kech. Oh. Juda go'zal kecha. Shunday emasmi? Siz qanday tilda gapiryapsiz? Nemischami? Ha, nemischa. Xo'p, qaraylik. Sparchen siz English. Ha, men ingliz tilida gapira olaman, lekin hozir til sozlamam nemis tiliga o'rnatilgan, chunki men yolg'on gapira olmayman. Demak, bu aniq yo'q degani. Omadim yurishmadi. Men Sherif Hendersonman. Henderson. Ismingiz nima? Sizni ismingiz? Iris. Iris. Qayerdan kelyapsiz? Siz qayerdan kelyapsiz? Yigitim bilan shu atrofdagi ko'l bo'yidagi uyda yashayotgandik. Keyin esa Shoshmang, uy? Qaysi uy? Ha, Siz Sergeyni uyini nazarda tutyapsizmi? ha, Sergey. La'nati. O'sha rus biror g'alati ishga aralashgan bo'lsa kerak deb o'ylashim kerak edi. Aytgancha Sergey qanday? U o'ldi. Men uni bo'yniga pichoq sanchib o'ldirdim. Xo'sh, Iris, unda mashinaga o'tiring. Sizni Sergeyning uyiga qaytaraman va hammasini aniqlashtiramiz. Yo'q, bu juda oliyjanob taklif, lekin yo'q. Xonim, yuring. Yo'q, iltimos, men u yerga qayta olmayman. Iris, muammo bormi? Ular meni o'ldirishadi. Qimirlamang, Iris. Eshityapsizmi? Endi sekin burilib qo'llaringizni orqangizga qo'ying. Xudoyim, yo'q. Jin ursani aytganimni qiling. U kelyapti.